uzum novdasini mana shunday ulab beradigan original apparatni arzoniga olaman yoki mana shunaqa ish qilaman deganlar videoni oxirigacha ko'rsin, apparatni va kesishlar, ulanishlarni ko'rsatib beraman. Bu uskunani biladi, O'zbekistonda sanoqli insonlarda bor originali. Bu chunki poddelkasi hali men ko'rmaganman, Xitoyda ishlab chiqarilmagan, izlab ko'rganmiz. Germaniyadan chiqqan Amiga Uno yuqori aniqlikda payvandlash qilish uskunasi originali. Asosan Yevropani eng rivojlangan uzumchilik bilan shug'ullanadigan kompaniyalari, katta korxonalari mana shu apparat bilan uzumni qalamchalik vaqtida istalgan podvoyga, istalgan navni qalamchalik paytida yuqori aniqlikda payvandlab, o'stirib, keyin ekib daromad qiladi, uzumchilik bilan shug'ullanadi. Originali joyida $2000 dan $2300-400 bor joyida. Sotilish magazinlariga qarab. Agar O'zbekistonga olib kelaman deganlar bo'lsa, kamida $100 yo $200 puli ketadi. Mana shu apparat deyarli yangidek turibdi. Mana olib keling, mana bu yozuvlari. Made in Germaniya, mana Amiga Uno original apparat. Mana hamma detallar joy-joyida. Buni zapas tishi bo'ladi, tig'i bo'ladi, mana bunaqa mana. Mana bu juda ham yuqori sifatli materialdan tayyorlangan, hamda esa juda ham yupqa, shuni hisobiga juda ham zo'r kesadi. 4 ta zapas pichog'i bor, mana bu o'zida bitta bor. Mana shu bitta zapas pichog'i ham kamida bir 5 yilmi 10 yilmi ishlasa kerak. Buni ham o'tkirlashni usullari va uskunalari bizda bor, o'rgatib qo'yamiz mabodo keraklar bo'lsa. Va mana bu yerda tig' mana bu novdani kesib o'tgandan keyin mana bu yerda rezina bo'ladi, mana rezina, mana shu. Bundan ham ikkita zapasda bor. Tig' chunki temirga urilsa o'tmas bo'ladi, bunga urilsa hech narsa qilmaydi. Ikkita bundan bor, 4 ta zapas kesadigan pichog'i mana bu yerda mana o'zining hujjatlari, daftarlari bor mana. Yaqinroq oling. Bu yerda instruksiyasi, ma'lumoti, xullas ishlab chiqarilgan hujjati, qog'ozlari mana shu va zapas narsalari mana shu apparat. Mana bu yerda oyoq bilan bosiladigan narsasi bor mana. Buni endi boshqacha stonokka qo'yiladi. Men hozir vaqtincha qo'yib turdim. O'rtasini teshib maxsus o'tkirlab oladi. Novdani qo'yib bitta bosadi va olinadi, o'zi ulab beraveradi. Aytib o'tganimizdek, bu uskuna joyida 2000 dan $2300-400 gacha bo'ladi. Olib kelgancha kamiga $100-200 yo'l kirosi bo'ladi. Xo'p, bu apparatni biz akamiz bir olib kelgan ekan, $2000 plus minus xarajat qilib olib kelgan. Endi u kishiga kerak bo'lmayapti, shunga sotuvga qo'yyapmiz. Pastda nomerlarni qoldiraman. Chiqib bemalol yana qo'shimcha ma'lumotlarni so'rab, narxlarini kelishsalarimiz bo'ladi. Boshlanish narxi 1600 deyapti. Hozir yangisidan $700-800 gacha arzon chiqadi. 1600 bo'lgan taqdirda ham. O'zim sifatini ko'rib, ishlatib ko'rib, hamma zapas detallarini ko'rib, keyin reklamaga chiqarib qo'ydim mana. Koberni biladi, kasallikka, sovuqqa juda chidamli podvoy. Mana bunaqa ingichkaroq bo'ladi-da, u semirishi juda qiyin bo'ladi. Mana shu hozir ingichkasini va mana bunday qalinni mana videoni uzmasdan ulab qanday ulanishini ko'rsatib beraman. Birinchi mana ingichkasini ulaymiz. Koberni takka qo'yamiz va unga qalinligiga mos madaniy kerakli navni olamiz. Mana hozir ulab ko'rsatamiz. Mana. Bu ulanishini qarang. Tiniqligi ko'rinyaptimi? Mana. Shunchalar toshni uladiki, uzumda shu mikroskop bilan ko'rinadigan kanallari hammasi bir-biriga xudo xolasa toshni to'g'ri keladi. Strech bilan mahkam o'raladi va qalamchalik vaqtidan o'zi bu o'sishni boshlaydi. Mana bu hozir qalinini ko'rsatib beraman. Chinaqay barmoqdagi qalinligi. Bundan ham qalinni ulaveradi. Chunki uzum novdasi bo'sh bo'lgandan keyin ulashda muammo bo'lmaydi mana. Qo'yib olamiz. Mana. Shunchalar mana chotki qilib olib berdi mana. Tiniq ko'rinyaptimi? Mana. Mana hozir agar strech bilan mahkam o'ralsa, chizig'iga to'g'ri keladi, chotki bo'ladi. Xullas, ulanishi zo'r. Asosan uzumga ishlatiladi bu. Endi balkim mevalarni ham ulab ko'rsa bo'ladi menimcha. Endi mevalar ko'p qalamchadan ko'paytirilmaydi, chunki qalamchadan ko'payishi qiyin bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa laykni bosib, yaqinlarga imminni uzumchilarga ulashib qo'yingizlar. Ular ham mana shunaqa apparatda olib foydalanishi mumkin va mana bunday rezultatlar qilib uzumlarni ko'paytirishi mumkin.